Bugungi konkurs Yandex orqali $200. Kecha motor moy bo'yicha qiluvdik, u davom etaveradi, yaxshi o'tib qoldi, lekin bu safar elektromobil moy to'g'risida. Ha. Yandex chaqiramiz, Elektra chaqiramiz. Diqqat, ketdi. Elektromobilga elektro chaqiryapmiz, reduktor moylarini topish uchun. Lopel kompaniyasi homiyligida. Diqqat, 5 ta mashina. Elektromobil egasi bo'lsangiz, qarab yuringlar, Lopel moyini tavsiya qilib qolamiz. Yursanglar, har tarafdan foyda ko'rasizlar. Diqqat. Nima mashina kelar ekan? Hamma shartlarni o'zlariga. Yuvanab. Zo'r mashina. Mana beli Yuvanab 10 W506. Rustam aka birinchi o'chir so'rang. So'raymiz albatta. Yo'qsilar yo'q, hamsilar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Kurs bo'lyapti, $50 yutib olishingiz mumkin. Shartlar agar rozi bo'lsangiz, mashinada tushuntiramiz. Yurganingizni pulidan tashqari $50 yutasiz. Rozimisiz? Ana siz o'tiramiz. Video olamiz, qarshi emasmi? Qarshi emas, video olamiz. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, xormang, yaxshimisiz aka, charchamang. Tuzimisiz? Hozir shartlardan chiqamiz birinchi bo'lib. Demak, okamning shartlarini tushuntirdi. Aka rozi bo'ldingiz? Rozi bo'ldilar akamiz. Hozir spontanno yo'limizdagi Chilonzor rayonidamiz, primerlarning turibchi. Moxonadagi kirib ketadi, so'ringlar. Mana kakras elektromobildalar. Elektromobilim bor, moyni alishtirmoqchiman. Nima moy tavsiya berasiz deydilar. Agar Lopel desa, moychi akamiz $50 yutib oladi. Endi bitta narsani men video qilinglar, 800 ta moychilik assotsiatsiyamiz bor, yig'ilgan guruhga. Shu qaysidir moychi o'sha guruhimizdagi bola bo'lib qolishi mumkin, lekin o'ylamanglarki, tanish bilish. Mana akam ko'ryaptilar pachesni, to'g'ri kelgan moxonaga kiramiz. Lopel desa, bo'l $50 bor. Bu narsadan 3 ta bo'ladi. Bittada gapirish kerak, to'g'ri. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lmaydi. Mana akam kiryaptilar. Mikrofon bor, yoziladi. Lopel, aka, eslab qoling, Lopel. Lopel. Siz so'ramaysiz faqat. Yo'q, men bo'l. Ya, ada turibdi kakras. Ey, olamiz tamom. Qarang, Lopel moyini taxlab qo'yibdilar. Ha, bu ukamiz adash Asmoni joyi bu. Bu yerda ustki kiruv moyxonalar juda ham zich joylashgan. Ketma-ket juda ko'p. Ha, moychi chiqmayotgan. Ha, abitlayapti menimcha. Bekirib turinglar, bekiring. Mana oling. Mustafa bekiring. Moychilik ko'pchilik taniydi bizani. Abitlangan chiqib ketgan bo'lsa, moychini chaqirgani ketyapti. Motor moy davom etaveradi. Eiffel sotadiganlar. Kelganga Eiffel chiqaringlar. Biza bo'lib qolishimiz mumkin. Chiqdi. Mana o. Elektromobil. Yuvanab. Moyni almashtirish kerak-da. Qanaqa moy tavsiya qilasiz? Qarab turing, chaqirib aytasiz. Lopel oldilargan qo'liga. Ha, okey. Eshitdingizmi? Yo'q, bizga eshitilmaydi. Lopel. Birinchisini Lopel dedi, ikkinchisini Michelin dedi. Bundoq kiring. Ha, yo'q, almashtirmaysiz. Oldiga borib, qo'liga. Yo'q, hali siz alishtirib olasiz. Bundoq qaryapmiz, tanib qoldi. Gap yo'q. Mana $50 tabriklayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi, charchamang? Mana ko'rib turibsizlar, birinchi o'z bilinadi do'konda nima birinchi aktor. Endi bitta orqaga aylanib bormasangiz bo'lmaydi. Gap bo'lishi mumkin. Abu Asmo, bu bizning moyxonamiz, guruhimizda bor. G'olib bo'ldilar, $50 tabriklaymiz. Ayni, hammasi kelishilgan, kelishimizdan xabaringiz yo'q. Aka mana anaqa so'rab berdi. Nima qilyapsiz? Obed qilyaptingizmi? Yo'q. Yo'q ekansiz moyxonada. Bo'l, yaxshida ko'rishinglar barakasini davom etamiz keyingi moyxonaga. Ha, keyingi moyxonaga ketdik. Mana salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Xo'p, barakasini bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Endi bitta narsa hisobga olinglar akada, moychilar 800 ta moychi ko'p taniydi bizani. Hozir hammasi Rustamga Mustafa aka deb qolsa xafa bo'lmaysizlar. Biz endi imkonsiz. Tanimaslik uchun bosh shaharga borishimiz kerak. Men yurganni olganman shu mashinadan. Ajbola alishtiradi, 117 ming euro. Hop, rahmat. Elektromobil. Yo'qda Lopel dedim ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bizga mikrofon bizga hozir eshitilmaydi, shuning uchun mana kelganlar. Ha, okey. Kastrol dedi. Ha, kastrol dedi. Yo'q, ketdi. Mana paches nima hammasi?
kelyapti. Rag'batlantiruvchi reyd. Local kompaniyasi. Ya, alma okey bu. Qayerda ko'rdi? Falonchigani oshida ko'rdi. Assalomu alaykum. Siz bo'lmasiz, sonlaringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Rahmat sekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savob aka, sonlaringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Tutdimmi deyman? Ha, $50 yetib oldingiz, okey. Ana kuni Eiffel moyida menda bor edi. Kesinglar bo'lardi deyotdilar, ko'rgan ekanlar. Mana nasibni etsa nasib, yersiz hasib. Lekin to'g'risini aytsam, bilmadim moyxona. Bo'ltaligini. Ha, bilmadim. Mana aka kelishib olmadik. Yo'q, hech qanaqa yo'q. Prosta aytganimdek ko'pchilik bular moy masalasida maslahat olib turadilar, shuning uchun salomatligimiz bor. Va tabriklaymiz, yaxshilikka haydang. Okey. Mana shunaqa narsa endi. Battaga. Samarchi bo'lib qoldilar. Sog' bo'ling. Ha, endi navbatdagi olib aniqlaymiz. Elektromobilda nimaga ana kundagidan tezroq bo'lyapti? Sabab motor moyida konkurentlar juda ham ko'p. 150 xil moy industriyal moy bo'lsa, o'shalardan tanlash kerak. Shuning uchun sarvotda yo'rig'i boshqacharoq, elektromobilda qo'l bilan sanoqli darajada brend bor. Shuning uchun o'shalardan top yutish ehtimoli ko'proq bo'lyapti. Bo'lib ham sifati yaxshi. Bu yerda biz podechkadamiz, local moyiga tex podechkada bo'lganligimiz uchun ko'pchilik olyapti, foydalanyapti. Bu degani boshqa elektromobil moylari yomon degani emas. Birovni anaqasini olib kelamiz, hamma tirishlik qilyapti. Har bir moy o'z o'rnida yaxshi. Biz endi ko'proq ma'qul kelgani bizni tavsiya qilayotganimiz local, lekin xuddi shunaqa local yo'q bo'lgan moyxonalar so'rashsa, o'sha analogini aytamiz, misol uchun. 27 ta o'rniga W5 Castrol yoki boshqa Electromiki misol uchun joyi kelsa aytamiz. Lekin o'rni kelganda shunaqa. Buni bitta tarafli farqli tarafimiz bizim moy butun elektromobilni qoplaydi. Farq shunda. Egalari mana shu moyxona bo'ldi, Ipekchi. O'yin. Okamiz bilan ham, Kozim akam. Moyxonalarda bir xabar olaylik, qarang nimaga. Bularda lekin sodiqlar kompaniyalariga. Mana biz uchun interesan okam ham kelib shu yerda tanladi, ya'ni ko'zlariga yoqdi. O'zi akkuratniy moyxona, chiroyli. Mana so'raylar, qani nima deb keldi. Okamizni ham olib qo'ying, Mustafa. Okamizni ham. Yurishlarini ancha mehnat sarf qilyaptilar. Mana ipechli deydi bundoq. Rovi, ipakchi o'yil moyxona Sizning joyda? egasi, Kozim aka. Elektromobil, yuvanib. Joyda. Qanaqa moy tavsiya qilasiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Elektro deb aytadi deb o'ylayman. Miki. Miki elektro, mana shuni aytadi. Men tushuntirdim. Ha, okey. Yo'q ekan bunda. Yo'q ekan. Rover dedi, nima dedi? Buni Castrol dedi, keyin Miking dedi. Navbatdagi moyxona X o'shalar qatorlarda Kozim aka bularga kirib ko'ramiz. Castrol aka. Castrol dedi. Castrol dedi. Castrol estir yana bitta narsani aytdi. Local yo'qmi, nimadir local? Local biz sotmaymiz. Bizga ofitsialniy dedi Castrol. Demak, yaxshi ishchi ekanlar. Ana kompaniyaga sotdim. Navbatdagi moyxonaga kirdilar. Bu bekinib yurma, ko'rib qolma, tanish bo'lib qolmasin. Mana so'raylar o'tamiz. Bu bitonki Ibisino savdo majmuasini qarama-qarshisidagi moyxona. VIP qo'y adashmasam. Men o'zim shaxsan ko'rishmaganman, lekin taniymiz. Savol javob qilamiz. Aytdim-ku, ko'p moychi bizda qiyin tanimagan moychi. Ustokin ekan, pastamlar. Moychilarmi? Assalomu alaykum. Salom. Moy bo'yicha sizdan moy almashtirish. Elektromobil, yuvanib, devaydi. Shuna reduktorga qanaqa moy tavsiya qilasiz? Chaqirdilar demak, Eiffel local tavsiya qilgan. Diqqat, reyd. Elektr, to'liq. Ha, hozir Yo'q. kelamiz. Tavsiya qildilar. Local, sразу. Mana $50 Zamoha local kompaniyasida olib bo'l. Pachesda mana kelishuv yo'q. Hammasi o'zlari mana kirdik. Vaholanki boshqa moylar ham bormi? Bor. Rahmat. Qo'ynimdan hozir o'tqizdim ekan usta. Ya'ni videolar. Ha, qo'yinlar sezgan ekan. Hozir o'tqizdim. Biz aylanib yuribmiz. Tanish bilish yo'q. Hammasi gruppamizdagi moychilar. Qiyin tanimagan moy topish, aytmang.
bo'tligini bilmasdik, biz sinov bilan qarama-qarshi to'g'risidagi moyxona. Akam kirdilar, videoda eshitdilar, topdilar. Tabriklaymiz, lopul qo'ying. Yaxshi Keyin kelaman. foydaga Haqiqatga kiring. kirishga. Mayli, sog' bo'ling. Voy, ketman, moyxonani ko'rib qoldik. Yaxshida ko'rishinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Demak, konkursimiz tugadi. Akamiz mana hozir yopamiz. Necha pullik masraf qilamiz ana. Mana shuni olsada, aka. Tak. 152 minglik yo'l ishlat rasxod bo'lgan. Bunga alohida beramiz va alohida $50 beramiz. Rozi bo'ling, aka. Mayli, sizlar ham rozi bo'linglar. Baraka toping. Hop. Sog' bo'linglar. Nima voqeasi aka redaktoringizga? Lopulda. Lopul moyni tavsiya qilib qoling. Endi navbat. Eiffel moylariga moyxonangizdan agar moy so'rab kirsa, Eiffel prilagat qilishga harakat qiling. G'olib bo'lib qolishingiz mumkin. Siz oldingizga обязательно kiramiz.